Assalomu alaykum. Men bugun sizga deadline va vazifa boshqarish, ya'ni deadline'ga rioya qilish bo'yicha mm, topshiriqni, savollarga javob berib o'taman ketma-ketlikda. Birinchi savol: agar sizda uchta vazifa bo'lsa va barchasining muddati bir xil bo'lsa, qaysi biridan boshlab bajarardingiz va nega? Agar uchta vazifa bir xil muddatga ega bo'lsa, ya'ni bir xil deadline'ga ega bo'lsa, men odatda a, eng vajnisi yoki eng qiyini bilan birinchi eng qiyinini birinchi o'rinda qilgan bo'lardim. Sababi birinchi navbatda birinchi o'rinda katta o'sha ta'sir ko'rsatadigan ish qilinsa, ish qilingan ish qilingani ko'rinadi, ish qilingani bilinadi. Kichkina ish qilganga nisbatan 10 ta kichkina ish qilganga nisbatan bitta katta proyekt qilish man uchun katta ishdek ko'rinadi. Agar nimadir muvaffaqiyatsiz bo'lsa ham qolganlarni qayta rejalashtirish osonroq bo'ladi. Ya'ni kichkina loyihalarni a, a, boshqatdan rejalashtirish ham a, важный, ya'ni важный va kattaroq proyektga qaraganda osonroq bo'ladi. Ikkinchi savol: bir loyiha uchun 5 kun vaqtingiz bor. Birinchi kun internet yo'q, ikkinchi kun do'stlaringiz chorladi, uchinchi kuni charchadingiz. Loyiha vaqtida topshirish uchun qanday reja tuzgan bo'lardingiz? Misol uchun 5 kunlik loyiha, 5 kunlik proyekt. Men ishlarni kichik bloklarga bo'lib tashlayman. Misol uchun birinchi kun offlayn ishlarni qilib olaman, chunki internet bo'lmagani sababli boshqa iloji yo'q. Deadline aniq, ozgina vaqt qolgan. Shuning uchun internetsiz qilinadigan ishlarni birinchi o'rinda qilib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi o'rinda internetga bog'liq bo'lgan, ya'ni birinchi kunda qilolmagan ishlarimni bitirib olishga harakat qilaman. Uchinchi kunda esa test va proverka, kuzatish, ya'ni o'sha test qilaman, qayerda ishlayapti, qayerda ishlamayapti yoki ishlamayotgan joyini tuzatishga harakat qilaman. To'rtinchi kun esa yakunlash, butun proyektni yakunlash. Beshinchi kun esa, ya'ni zazurga qoldiraman. Bufer deyiladi. Zazur bu ortiqcha kun. Mabodo vaqt yetmay qoladigan bo'lsa, ortiqcha rezerv vaqt deb ham aytsa bo'ladi. O'sha rezerv vaqt sifatida olib qo'yishim mumkin. Agar do'stlar chaqirsa yoki charchoq bo'lsa, men rezerv vaqtdan foydalanaman. Ya'ni o'sha bir kun zazur olib qo'yganim hisobiga manda bir kun vaqt bo'ladi vazifalarni yana qayta taqsimlashga yoki o'sha rezerv vaqtdan ishlatishga. Muhimi oldindan rejalashtirish kerak va o'zgarishlar haqida xabar berish kerak. Xo'p, uchinchi savol. Deadline vaqtida yetib borish nima uchun muhim? 3 ta sabab ayting. Kech Xo'p, deadline muhim. Deadline'ni muhimligi. Deadline muhim chunki klient bilan, mijoz bilan dasturchi o'rtasida ishonchni saqlab turadi. Boshqalar bilan kelishilgan ish oqimini buzmaydi va ortiqcha xarajat va stresslardan himoya qiladi. To'rtinchi savol. Agar siz deadline'dan kech qolsangiz, mijoz yoki o'qituvchiga qanday tushuntirgan bo'lardingiz va bu holatni boshqa takrorlamas uchun nima qilgan bo'lar edingiz? Proyekt bilan ishlayotganda har xil situatsiyalar bo'ladi. Agar mabodo kech qoladigan bo'lsam, darhol o'zimni menejerimga yoki o'qituvchimga tushuntiraman. Ya'ni aniq muddat beraman. Misol uchun, yana 2 kun vaqt bering, o'sha vaqtda 100% sizni proyektingiz tayyor bo'ladi deb va o'sha 2 kun vaqt ichida harakat qilaman. Kechasi uxlamasdan bo'lsa ham o'sha proyektni vaqt soatida tugatib berish uchun. Chunki bu ulgurmaganim uchun, bu o'zim aybim, kech qolganim, shuning uchun kompensatsiya vaqtini so'rayman. Keyingi safar bunday bo'lmasligi uchun o'zim uchun bilib olamanki, yana rezerv vaqt qo'shish kerakligini. Bu safar o'sha rezerv vaqt qo'shmaganim hisobiga ulgurmay qolganim. Kichik vaqtlar bilan
ishlayman va muammolarni oldindan aniqlashga harakat qilaman. Eng asosiysi baribir zazur vaqt olish kerak, ya'ni rezerv vaqt. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u ish bitadimi, bitmaydimi, baribir 1-2 kun zazur olgan yaxshi.